Assalomu alaykum sevimli azizlar. Bugun biz dunyodagi mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobdagi 3-chi jamoat Seattledagi mashhur banker Gates jamoatining farzand tarbiyasini o'qishni boshlaymiz. Kompyuter podshohligini qurgan ikki chechen do'st. Tuanda Seattledagi bankerlar jamoati Gates jamoatining farzand tarbiyasidagi 10 o'git so'zlandi. Bu farzandini ikkinchi, uchinchi Bill Gatesga aylantirishni o'ylayotgan ota-onalarga bag'ishlandi. Birinchi, balalaringizga qoldirgan g'oyat zo'r mulk ularning ijodkorlik talantini tushab qo'ymasin. Ikkinchi, ota-ona balalarning kishilik munosabat to'rini qurishiga yordam bering. Uchinchi, kamchiligingizni saqlab qolib, o'zingiz bilan bir niyatdagilarni do'st tuting. To'rtinchi, yosh vaqtingizda fantaziyalik hikoyalarni ko'proq o'qing. 5. Onaning sovg'ati bolaning taqdirini o'zgartiradi. 6. Gazeta o'qish orqali nazar doirangizni kengaytiring. 7. Boy oilaning bolasi bo'lsangizmi, erki yetilib qolmang. 8. Fursat kelganda qilch ikkilinib o'tirmay, raqobatni kutib oling. 9. Balalıqınızda toplagan təcrübələrinizini igilik tiklashda asos qiling. 10. Farzandingizga so'zingiz va harakatingiz orqali haqiqiy foydada balasiga g'oyat zo'r boylik qoldirmaydi. Balalar qoldirgan g'oyat zo'r boylik balalarning ijodkorligini to'sib qo'ydi. Gerçi o'zi boy bo'lsa-mu, lekin farzandlarining ko'ranglab ketishini xohlamaydigan, balalarning normal qonuniyat bo'yicha o'sib yetilishini umid qilgan Gates jamoati bo'lsa, ashundoq huquqqa ega jamoatlarning vakilidir. Biz hamisha boy oilalarning bolalari tug'ilibla oltin ochiqchiq ega bo'ladi deymiz. Lekin bu xil bolalarni yetaklash va tarbiyalash uncha oson ish emas. Ota-onasi milliarder bolalar, men tirishmasam, kelgusida ota-onamning boyligiga varislik qilsam, yana boy-boy yashab turmush kechira olmayman deb o'ylaydi. Dal yuqorqi sababdan boylar 3-avlodga bormaylar qaqsanan bo'lib ketadigan ishlar yuz berdi. Material ko'rsatilishicha, Amerikada 1 milliarddan ortiq mulkka merosxo'rlik qilgan jamoatlar 400 dan oshar ekan. Lekin buning ichida 3-avlodgacha put terib turadiganlar bek oz ekan. John Hancock ve Alias Dibi qatarlıq cəmiyyətlər 18-ci əsrdən 19-cu əsrgacha o'tgan bo'lib, ular million Amerika dollaridan oshadigan mulki bilan Amerikada eng boy jamiyat deb qaralgan. Lekin ular eng oxirida 3-avloddan o'tolmaslikdek fojialik taqdirdan qutlanmagan. Bugungi kunda Amerikadagi iyon qilinganlar tizimlikida bu ikki jamiyatning iznasini topqili bo'lmaydi. Bu albatta siyosiy vaziyat, iqtisodiy qurilma, korxonalarning berkitishi, bozor taraqqiyoti qatorliqlarning o'zgarishi bilan belgilik bog'lanishlik bo'lishi mumkin. Biroq eng muhim sabab varislik qilguvchilardagi iqtidorsizlik, obro'parastlik va isrofxo'rlikdir. Bu jihatda Gates jamoati boy dadaning avlodlarini qanday tarbiyalashga munavvar ulgu hisoblandi. Gates jamoati Seattledagi mashhur banker va advokat jamoat bo'lib, bu jamoat dunyo kishilariga boylarning jondorchilik yo'lini ko'rsatib bergan bo'lib, jamiyat tarafidan mas'uliyatni ado qiladigan boy degan nomga ega bo'lgan. Bill Gates dunyoviy zardor bo'lib, u boshqa boylar bilan o'xshamaydigan yo'lni tanlagan. U ota-onasiga tayanmay turibmi, o'z tirishchanligi bilan o'zi qiziqadigan sohada o'ziga tabe podshohlikni qurib chiqqan. Microsoftning qurg'uvchisi Bill Gatesni demoqchi. Amaliyotda Gates jamoatining farzand tarbiyalashdagi muvaffaqiyatlari boy dadalarning foydalanishiga mos kelib qolmasdan, balki farzandlarini munavvar korxonchi qilib tarbiyalamoqchi bo'lganlarga toza mos keladi. Amsqini biz birlikda dunyoviy zardor Bill Gatesning o'sib yetilish jarayonini tushungach, uning farzand tarbiyalash usulini o'rganib chiqamiz. Bill Gates 1955-yili Seattleda tug'ilgan. Lakeside o'rta maktabida o'qigan. U kichikdilla yumshoq detalga qiziqqan bo'lib, 10 yoshidan boshlab o'yinchoq yumshoq detallarni yasashga boshlagan. 1973-yili u hammalarning havasini qo'zg'aydigan Harvard universitetiga o'qishga kirgan. Ammo u yaqin kelgusida shaxsiy kompyuter, ishxona va oilalarda muhim oila quroli bo'lganligini fahmlab, 1975-yili Harvardga o'qishni to'xtatishni qaror qilgan hamda to'liq o'rta maktabda birga o'qigan Paulo Elim bilan birlikda Microsoft yumshoq detal shirkatini qurib chiqqan.
Бәлкім, көпчілік Bill Gates Harvard университетінен чекініп шығып, Microsoft şirketini құрғанда Байдадыс ярдам қылмағанмыды деп сұраған болушы мүмкін. Bill Gates Байдадысың ярдымını қобыл қылмаған. O şirketini dostu Powell bilan ortaq məbləğ жоғлап құрған. Bill Gates iyilik tikləşdən burun ata-anası bilan keng kuşады pikirləşkən. Ata-anası Gates'ın Microsoft şirketini qurish qararı kelganligini bilgandan keyin xushallik bilan ma'qul. Lakeside Analar jamiyatining sovg'ati. Bir odam muvaffaqiyat qozonishni o'ylasa, diqqati cho'qim bir nuqta qaratish kerak. O'g'lim Bill Gates balliq chaqlarida dal ashunda qilgan. Yuqorqisi Bill Gatesning onasining so'zi. Buningga Bill Gatesning dadasi bir qatimliq ziyoratda mundaq degan. Bill balaliq chaqlardan boshlabla uyqu va tamoqni unutgan holda kompyuter uyda berilib ishlaydi. Anglashlar qaraganda u chaqlarda Bill Gates har kuni kechki kompyuterxonaga berib, kompyuterning maxfiy programmasini yeyishga urinib baqqan. Hamisha qattiq uyqudagi ota-onasi va muallimini uyg'otib etgan. Bill Gates ota-onasining yordamida mashhur jamoatlarning farzandlari o'qiydigan Lakeside'dagi puhraviy o'rta maktabga kirgan, ya'ni shaxsiy maktab. Hamda tunji qatam kompyuter bilan uchrashgan. 1967-yili uning ota-onasining riyosatchiligidagi Lakeside Analar jamiyati xayr-saxovat va kimartuq qilib setib yiqqan pullarga kompyuter setib olgan. Hamda uni Lakeside o'rta maktabiga iyon qilgan. U chaqda dunyoda texi PC, ya'ni xotir kompyuter deydigan uqum hargizmi yo'q edi. Faqat qisman cho'ng korxonalarda cho'ng tipdagi kompyuter bor edi. Kompyuterning bazasi yuqori bo'lg'achqa maktablar setib olishga jur'at qilolmaydi. Gerçi u chaqda kompyuterning taraqqiyoti texi boshlang'ich bosqichda bo'lib, kompyuter bolalarni o'ziga ram qilib olgan edi. Esanida bormki, tunji kompyuter yo'g'on bir binodek cho'nglik deydi. Keyin kichiklab mang'an. Gerçi u chaqda kompyuterning taraqqiyoti texi boshlang'ich bosqichda bo'lib, kompyuter bolalarni o'ziga ram qilib olgan edi. Bill Gates bilan Paulo Ellenmi hamisha kech-kechlab kompyuterxonada o'tiradi. Kompyuter ularga boshqa bir dunyoni his qildirgan. Keyin Bill Gates bilan Paulo Ellen Microsoft shirkatini qurgan. Bu sharaf taxtidagi kompyuter podshohligini Lakeside Analar jamiyatining ularga elib bergan bir dona kompyuterdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Barliq analar Bill Gates'ning anasidek bo'lishni o'ylamdigandu. Buni ota-onalarning o'quvchilarga pora berish uchun shapashlashi bilan selishtirsak, hamisha bolalarni zarur tarbiyaga ega qiladigan moddiy narsalar eng muhimdir. Shundaq deyishga bo'ladiki, Bill Gates kichkidan boshlab kompyuterga qizg'in ishtiyoq bog'lagan bo'lib, u kelgusiga tutashgan yo'l degan kitobida bolalar bilan kompyuter o'tirishga munosabat to'g'risida mundaq degan. Bolalar bilan kompyuter o'tirishga yoshirin munosabat bor. Chunki bolalar yangi shaylarni yaxshi ko'rdi. Ular o'tdek qiziqishning turtkisida kompyuter bilan uchrashganda kompyuterdan ma'lum inkas paydo bo'ladi. Bolalar bog'chasida o'qimagan bolalar kompyuter dunyosiga qadam qo'yganida ota-onalarda qisman dilxastalik kelib chiqadi. Emniyatda bolalarning tiz inkasli kompyuter tarafidan tartib ketilishi nihoyatda normal bir ish. Bill Gates kompyuterga ziyoda ishtiyoq bog'lab qolmasdan balki u aloqador kitoblarni o'qishni alayda yaxshi ko'radigan bo'lib, balliq vaqtidagi laqami kitob xaltasi edi. Buningdan uning kitob o'qishni qanchalik yaxshi ko'radiganligini ko'rib olamiz. U bu masala ustida gap bo'lganda aslab mundaq deydi. Uyimizning atrofida kutubxona menga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Kompyuter kitobning rolini ola olgan emas. Qaranglar, butun dunyodagi odamlarni kompyuter bilan qiladigan mushtaq bir yangi bir dunyo inqilobining boshlamchisi Bill Gates. Hammamizning hozir kompyuterlar bor. Mushu telefondagi mushu narsalarmi? Masalan, nazarqachu Steven Jobsni biz olma telefoni va kompyuterlar orqali bilamiz. Bu narsalarningki manbasi yana tutishi desanglar, mushu kompyuter va yumshoq detal qismiga berib tutishdi-chu. Nazarmi dunyodagi yana davomli taraqqiy qilayotgan soha mushu. Endi mushunda odammi kitob hech qachon kompyuter shunday muhim bo'lsinmi, qaltis bo'lsinmi, kitobning rolini ola olgan emas deydi. Bolalarni kutubxonaga berish intayin muhim. Shu Turkiyaga nisbatan deymiyada dunyoning har qaysi joylaridan kitobni anglayotgan suyimli qarindoshlarimiz bor. Turkiyada masalan belediyaninki kitobxonalari bor, kutubxonalari bor-chu bolalarning. Ondan başqa Uyg'urlar asosan cho'ng-cho'ng shaharlarda, Istanbul, Anqara, Konya degandek shahar markazida o'tirdi. Va shu turayotgan shahardagi eng chong kompyuter kutubxonalar bilan nim qilish fursati bor. Masalan, Anqarani misol olib olsak, Millat kutubxonasi bek cho'ng hamdi. Milliy kutubxona. Milliy kutubxonaning bir bolalar rayoni ajoyib
Endi bir iliq shunda chiroyliq beknovchida. Masalan, biz oyda bir qaytim deyli. Men qilolmadim, men ko'nglimda o'ylasam hozir undaq qilib bo'lolmadim. Oyda bir qaytim o'sha olib kitob ko'rib, shu faoliyatlarga qatnashtirib qilishmi bolalarga bek go'zal bir dunyoni his qildira oladi. Bolalarga hozir kitob kam emas. Biz kichik chog'larimizda bolalarni kitobxonaga olib borib kitob olib berang, u bu deydi. Hozir bolalar kitobning jiqiqida qayerni o'qishni, nima o'qishni, qanday o'qishni bilmay qolyapti. Chunki bizmi qarab olib beramiz, nurg'un narsalarni. Lekin kutubxonaga berish bu boshqa bir ish. Kütüphanedek bir o'rinning maxsus kitob bilan o'rganishlar o'tadigan bir o'rinni bolalarning ko'rishi bek muhim. Shu mush ishni bir muhim kun tartibinglarga qo'yib baqsanglar, ya'ni farzand tarbiya planining ichiga mushni kirgizib baqsanglar bo'ladi demoqchi. Bill Gates kompyuterga majnunlarcha amroq bo'lib qolmasdan, balki kompyuterdagi ba'zi gumoniy masalalarni yechmaganda kutubxonaga berib, tunni tongga o'ylab javob izlagan. Shunga vamish kutubxonaga chopgan. Bill Gatesning hozirgi esil turalg'usi ichida kishilarni bekli jalb qilgan egmi shaklli qurilish bor bo'lib, bu kutubxonasini egmi shaklda loyihalashi ishxonasiga kun nurining ko'proq tushib turishi uchun ekan. Bill Gatesning o'sib yetilish musobaqasida ota-onasidan sirt mo'misimi cho'nqur ta'sir ko'rsatgan. Bill Gatesning balliq davrining ko'p qismi mo'misi bilan birga o'tgan. Gates bilan singlisi maktabdan qaytib kelganda, ularni quchoq ichib kutib oldig'ini ansi bo'lmasdan, balki ularni eng yaxshi ko'radigan mo'misi edi. O çağlarda anısı türlük xayır-saxavat işleri bilen uydu bulmağaçqa, ularning holidan mo'misi xabar olgan. Bill Gatesning mo'misi har xil pechin praniklarni pishirishni yaxshi ko'rgachga, bolalar maktabdan qaytib kelganda praniklarni yegach paranglashadi. Mo'misi pranik etishga amroq bo'lgandan sirt qart o'ynashga amroq edi. Qart o'ynashdan nurg'un usullarni biladi. Mo'misining bolalarga qart o'ynash usullarini o'rgatishi atay vaqt o'tkazish bo'lmasdan, balki bolalarning mahorat va zehnini sinash uchun edi. Bill Gates maktabda mo'misiga yetgan mahoratni qo'llanib, saboqdoshlari bilan qart o'ynagan. Anglashlar qaraganda, uning qart o'ynash mahorati ustun bo'lib, saboqdoshlari uningga teng kelmagan. Gerçi bu qarmoqqa durust ishda qilmag'ini bilan maktabda qart o'ynab topgan puli keyingi kunlarda eglik tutish uchun kapital bo'lib qolgan. Mo'misi bolalarga qart o'ynash mahoratini o'rgatgandan sirt, Bill Gatesga yeni kitoblardagi mazmunlarni o'nlik o'qib bergan. Bill Gatesning kitob mastanasiga aylanishiga asosliqi mo'mis ta'sir ko'rsatgan. U mo'misi bilan birlikda matematika va ilm-fanni asos mazmun qilgan maxsus yosh o'smirlar uchun tuzilgan klassik kitoblardan Charlottening Tori, Dolter doktorning hikoyasi, Ulug' ishlar qatorliq kitoblardan har tarafdan bilim olgan. Har yil yozda mahalla yindagi bog'cha kutubxonasida kitob o'qish musobaqasi o'tkaziladigan bo'lib, har qaytimliq musobaqasida Bill Gates birinchi bo'lgan. Gates cemiyetining a'zolari o'yinga ziyoda amroq bo'lib, har kun kechda yog'och taxtay o'yini va rasm jipislash o'yini qatorliq har xil o'yinlarni qiziqarli ravishda o'ynagan. Cemiyet a'zolari barobar bo'lib, har kun kechki tomoqdan keyin kimning qochishini qart o'ynash orqali bekitgan. Mana biz ashta qilatdik. Biz kichik chog'larimizda, biz 5 bola shart qarit deydigan bir qarit bati bilamizlarki, birdan tatib 5gacha chiqqan odam o'ynaydi va 5 ni qo'lga olgan odam palanchi maoshini qaysin deydi. Masalan, o'ynash usulini bir kun men bir singa ilib yo'llay. Agar oranglarda nima qilgan bo'lsanglar, tuz 2, 3, 4, 5. Bu 5'i chiqqanlar masalan tuz o'yin boshlaydi, 2 shartni o'tirib qo'ydi, 3 manamda deydi. İşte qilib masalan 5 chiqadi. Deydiki 9-nomerlik bu ishni qilsin deydi. Shuning bilan 9-nomerlik qarit bor odam qo'pib shu belgilangan ishni qiladi. Biz uyda osh qaritni o'ynab ish bo'lishatdik-da. Masalan, kim qo'yga, kalaga aylab etidi, kim samanchilaydi, kim qochishiydi, kim o'yli supurdi degandek mushtaq. Bu bak qiziqarli bo'ladi. Men unutib qolib ekanman, hozir men o'qiyotgancha esim keldi. O'ynasak uyda bolalarimizga ish taqsimlashda qiziqarli bir usul bu. Ularning turmushi mo'l mazmunliq va rangdorliq to'lgan bo'lib, ota-onasi so'z o'yini orqali oilasidagilarga Billning singlisi bo'lganlik bir shartni bergan. Bill hamma so'z o'yinida utib olganda ota-onasi "Balla, uyimizga kichik bir mehmon keldi" degan uchurni tuyuqsiz aytib salgan. Buni anglagan Bill xushalligidan vaqirab ketgan. Billning kichkidan tortib raqobat kuchi nihoyat kuchli bo'lib, mushu xil xususiyatni mo'misi qart o'ynash orqali yetildirgan. Amaliyotda Bill bilan mo'misi orasida yoshirin kelishim bor bo'lib, nevarlarning aloyiligiga asosan mo'misi muvofiq paytni tanlab Billning iqtidorini yetildirgan. Mushu yerda raqobat kuchi degan bir narsa chiqib qoldi. Raqobat kuchi nihoyat muhim bir narsa. Ammo to'g'ri raqobat bilan noto'g'ri raqobat deydigan bir narsa bor. Bu yerdagi to'g'ri raqobat
Özümüzning nishonlari bilan raqobatlashish bilan bir vaqtda boshqalar bilan do'stona raqobatlashishni ko'zdadi. Biz hayotda ko'proq boshqalar bilan emas, o'zimiz bilan raqobatlashishni tashabbus qilishimiz kerak. Bolalarimizga nisbatan shu nima desanglar, hayotda avval bizning yoritilishimizda, Allohning bizga bergan fitratlarida, iqtidorlarida, narsalarda bizning birlikda nimamiz bor-ku? Asosi o'g'limiz bor, ya'ni xemirimiz bor. Shu xemirimizga asosan biz keyingi kunlarda ota-onamizning tarbiyasi va o'zimizning tirishchanligi bilan bir o'tirib chiqamiz ma'lum shaklda. Lekin bu dunyoda ma'lum bir ishda eng nochuldigan, ma'lum bir ishda davomliq nochuldigan mana ish bo'lamdi, bo'lmaydi. Ma'lum bir ishning cheki bo'lamdi, bo'lmaydi. Demak, bolalarimizga boshqalar bilan raqobatlashish nilam qo'yib qo'ysak, bolalarning baxt tuyg'usi tuvallab ketadi. To'xtamay, masalan, hatto ba'zi raqobat obyektlarini o'zining dushmani deb o'ylab qolish mumkin. Masalan, sinfda kichik chog'larimizda, masalan, men sinf birinchisi, o sinf ikkinchisi bunday bo'lib qolsa, ikkinchi o'g'ini, birinchi o'g'ini dushman deb qaraydigan ashtaq ahvollar bo'ladi-ku. Hattoki shu nimaga diqqat qiladigan bo'lsak, maktablardagi bolalarning zo'ravonlik masalalarida darsda yaxshi bolalarni sen darsda bunday yuqori numr olib ketding, yaxshi olib ketding deb oldin to'sab urib, shunday qilgan ahvollar ko'rildi. Bolalarning maktabdagi zo'ravonlik masalalarida-ku. Endi bu narsalarning hammasi nima desa, noto'g'ri raqobat. Cho'ng bo'lgandan keyin-chu, masalan, ayollardagi raqobatni mishada deb o'tib kelsa, masalan, u kiyibdi, men kiymamdim. Uningdan men qolamdim. O uyini, Abdukarim abduzning aytib chiqdi, palonchi odishim Pustaniyada mandaq qavsingdan uy olibdi. Onun uyi degan mandaq elaqa 3 eg'iz 1 mehmonxonalik uy ekan. Sen texechimish katakdek 2 eg'izlik uyda qachongacha o'tiraverma. Anda manda dedi deb deydigan bir gaplar bor, elaqa aytibdi. Detmenlar deganda. Shunga o'xshash masalan palonchi shunda bir uyga borgandan keyin nochi bir uyda o'tirganmiz bir boshdan qarab mening nima ishim yo'q. Chiroyli bir kiyim kiygan bo'lsa mening nima ishim bo'lmaydi. Pustanchiningki eri anda qilib turibdi, semi kishi nima ish qilmadan u bu degandek bu ishlar qanday deganda noto'g'ri raqobatning bizning kundalik turmushimizga ta'sir ko'rsatishi va psixikamizni, ruhiyatimizni, xo'shalligimizni buzitishi. Yana ba'zilar bor. Masalan, darsda bek yaxshi ba'zi bolalar, haqiqatan bek yaxshi. Birisi birini so'rasa deb bermaydi. Sening qallang yo'qmi, o'rganmamsa deb. Bu deb berish degan gap imtihon vaqti javobini deb berish emas. Men qanday ishlaydi bilamsa desa tushuntirib qo'ymaydi-ku. Bu menimi mendan ishib ketmasin deb qaraydigan bir xil sog'lom bo'lmagan psixika. Demakchi o'g'lim, bolalarimizni raqobat engini yetildirish bek muhim. Bolalarimizning ichidagi liderlikni, ularning eng qaltis o'zini o'tirg'i chiqarishni turtki bo'ladigan bir kuch bu raqobat degancha bek muhim. Ammo bolalarimizda xato raqobatni shakllantirib qo'ysak, boshqalar bilan selishtirish, pistonchi manda qilibdi, sen qilmadingmi? Palonchi olalabdi-ku. Sen bolam inglizchada nechapsi bolam? Masalan, sinfda bolamiz inglizchada yaxshida qattiq. Endi yana yaxshi bola yana birisi bor. Masalan, deyli, Amina. Dedik, bolam nechapsiz? 95. Amina nechapti bolam? Bilmadim. Qanday bilmaysiz? 98 aldım ki. Bolam 98 yaptı, sizin nəyəranız kam bundan? Misal, Muşunlaq biz diqqat qilmagan nurg'un kichik uşaq məsələlər bizninki bolalarimizni noto'g'ri raqobat yanını shakllantirib qo'ydi. Hayotda inson biz cho'ng'ilgan sari, yoshimiz cho'ng'ilgan sari biz palon muvaffaqiyat qozansam, pistonchi manda deb kelsa degandan bekrak xotirjam, deydigan bir xotirjam bir turmush. Ashuni o'ylaydigan bo'lib qoldikmi, yo'qmi? Bir huzur hayotda shundan xohlaydigan bo'lib qoldikmi, yo'qmi? Demak, insonning hayotdan kutadigan o'zi bilan Türkçe deydi, kendisiyle barışan deydi. Yani özü bilen yaxşı ötüdüğün, özünü qabul qilgan, özünü söydüğün degan gap bu. Bunda bir kishi nanki baxt tuyg'usi özünü söymeydiğin kişilerninki bilan bek cho'ng farq qildi. Biz bolalarimizning baxtli bo'lishini orzu qilmamdik. Orzu qilamiz. Bolalarimiz muvaffaqiyat qozonsin deb orzu qilamiz. Lekin bu muvaffaqiyat qozonish bedeliga ular baxt tuyg'usini yo'qotib qo'ysa, bu muvaffaqiyatning ta'min etayotmasa, yana bizga nima foydasi? Shunday emasmi? Shuni demakchi o'g'lim, raqobat engida gap uzrab ketib qoldi. Raqobat engini yetildirishda bolalarimizda sog'lom bo'lgan bir raqobat, ya'ni ularga bir nishon bekitib, o'zining nishoni bilan raqobatlashish. Hatto kichik vaqtidan boshlab, masalan, bizning bolalarimiz, masalan, nim bo'lmoqchi. Masalan, oyga chiqmoqchi. Oyga chiqish uchun nimalarni qilish kerak? Qanday odamlar oyga chiqa oladi?
Balalar bilan o'tirib birga masalan 5-6 yoshdan boshlab oyga qanday chiqadi? Mashaning oyga chiqadigan bir kichik qisqa filmi bor. Oyga chiqish uchun bir tal raketa ketadi. Bu raketani nada yasaydi? Oyning ishlari qandoq? NASA qandoq? Masalan, bizning NASAda ishlaydigan Erkin Sidiq akamiz bor. Masalan, oddiy shunday narsalar. Undan keyin haliqadek olam gezegen sharqlari deymiz. Haliqadek olamdagi har xil planetlarning naqshlari. Mushu narsalar. Aslında balalarning yishdan cho'ng'ishiga kishib, sen bir nishon bekitdan bolam, mush nishoning uchun qanday qilsa? Eng yaxshi maktablarda o'qish, eng yaxshi masalanki, mushu olam texnikasida qaysi maktab dunyoda eng oldin qatorda turdi? Bu maktabning tili inglizchimi, fransuzchimi, yaponchami, qanday? Bunda shu tilni o'rganish uchun qanday qilamiz? Hozirdan boshlab bunda tayyorlik qilamiz. To'liq turni miyada o'qiymiz, oliy maktabni miyada o'qiymiz. Shunami? Asta-asta ballarımızga bir nişan bekitip, özünün nişanını, özünün raqabetçisi qilgan vaqtida bu sağlam holatdagi bir raqobatni shakllantiradi. Lekin raqobat eng bek muhim, cho'qim shakllantirish kerak. Bugungi kitob o'qishimiz mushakcha bo'lsin. Hammanglarga Allohga omonat, xayrlik va manfaatli bo'lsin. Allohga omonat. Bill Gatesning plani o'qishdan vaqtliq to'xtab, shirkatni izg'a solgandan keyin ondan o'qishni davomlashtirmoqchi bo'lgan. Shunga bugunga qadar Harvarddagi o'qishdan to'xtab turgan. O çağda Bill Gates Harvard o'qish albatta yaxshi, lekin navbat bu yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yib, shirkatni qurolmay qolsam, boshqalar mendan chaqqan chiqib kelishi mumkin deb qaragan. Shunga u hamma odam qiya olmaydigan ilmiy unvondan voz kechib, yumshoq detal kasbiga boshchilabla kirib ketgan. U kompyuter qattiq detalni kontrol qilishda, yumshoq detal kompyuter taraqqiyotidagi zarur buyum ekanligini aql ko'zi bilan ko'rib ketgachga, boshqalardan bir qadam burun IT kasbiga qadam qo'ygan. O'ylab boqayli. Navada u bu kasbni o'qish bitkazgandan keyin qilsammi kechikmayman degan ideya bo'lgan bo'lsa, cho'qim bozorni boshqalar tatib olgan bo'lishi mumkin edi. Buningda shuni ko'rilishi bo'ldiki, Bill Gates to'g'ri ham keskin hukm chiqarib, tez harakat qilgachga dunyodagi zardar boyga aylana olgan. Umuman olganda u bu natijalarni boy dadasining mirosiga emas, o'z tirishchiligiga tayinib qo'lga keltirgan. Suyimli azizlar, mushada shuna bir narsani qistirib qo'ygim keldi. Bizning yosh chaqlarimiz bo'lgan hamda mush yosh bolalarimiz mushunday kishilarningki, masalan, Jobsmi shugo universitetni 20 yil tashib etgan. Bill Gatesmi shu. Qandaqdir iliqi ashlarning tashib etganini o'zimi tashib etsa Bill Gates bo'la oladigandak, o'zim tashib etsa Steve Jobs bo'la oladigandak o'ylaydi. Hamda bu yerda shuni tashish uchun, ya'ni vaqtliq to'xtash, tashlash emas, izchil deb kelibdi, vaqtliq to'xtash. Bu vaqtliq to'xtash uchun hozir navbat qo'lida jiddiy qiladigan shunday bir ishi va buni qila oladigan iqtidor, uzun mezgil buni davomlashtira oladigan iroda, qiyinchiliklarga boshqa egmaydigan bir psixikalik ruh va yana mushi ishida izchil mang'alaydigan moddiy, ma'naviy shundaqlar texnikalik qo'llashlar zodi qanchalik bu nuqtaning hammasini o'lchab taroziga selib andikin hukm qilish kerak. Shu vatanda yarışıp qalaylik deb bir program oldingi yillar chiqqanmidi? Qachonda hozir toza 2 yillar bo'ldimi ya? Men shu YouTube'dan ko'rgan vaqtimda qarmayliq bir ayol shunday balamga gap qilib qo'ysanglar, men oliy maktabda bir qaytim imtihon berib o'tamagan, ikkinchi qaytim qaytib bergan balam desam, o'qimayman, men vanxon bo'lgan kishi deb turib oldi. Udanlıqmı o'qimagan deb men gap deb beramatman dedi-chu. Shu shunda ta'sir qildi-ki, hozir mushuni qarab o'ylab qoldim. Bolalarimiz oson taraficha maktabda o'qimaslik oson tarafi, lekin mushuningdan qanchalik jiq qiyinchilikni tatganligini ko'rish kerak. Bu nayda tipik ayt osondagi nadir misollar bu. Shuning uchun o'ylaqay bolalarimizningki bu yerdagi buning bu tashlagan tarafi ham emas, tashlagandan keyingi va oldidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatgan narsalarni taroziga solib o'lchashni bildirish kerak deb qarayman. Anglashlarga qaraganda ma'lum muxbir Bill Gatesdan bunday so'rabdi. Navada dadangizdan qolgan g'oyat zo'r boylikqa varislik qilgan bo'lsangiz, siz yana hozirgidek tirishib xizmat qilamdingiz? Buningga u bunday javob bergan. Navada ashta g'oyat zo'r boylik ega bo'lgan bo'lsam, balki bugungi Microsoft shirkati qurilmagan bo'lardi. Agar bir odam kichikdan boshlab boy ham tinch oilada turmush kechirsa, cho'qimki oila muhiti uning egilik yaratish orzusiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.
Bill Gates bu sözün joyida aytqan bolup, meyli qandaq adam bolsun, agar u ziyoda afzal muhitda o'sib yetilsa, cho'qimki uning yangi shayiga jang e'lon qilish irodasi va orzusini ojizlashtirib o'tadi. Bill Gates pulga mushu xil pozitsiyasini tutgan bo'lg'achqa, dunyodagi tunji cho'ng boyga aylana olgan. Bill Gates o'zining ota-onasiga cho'qinatdi. Atalmış ülgünün kuchi cheksiz bo'ladi deb qaraydi. Agar ota-onalar farzandlariga ulgu bo'la olsa, nima degan qaltis ish? Lekin ota-onalar farzandlarining chin qalbidan hurmatiga erishish uchun farzandlarining chin qalbidagi hurmatiga erishish unchag'ila oson ish emas. Bu jihatda Bill Gatesning ota-onasini talaylik deyishga bo'ladi. Chunki o'g'li ularni qilch ikkilanmasdan o'zining ulgusi qilgan. U azaldan ota-onasini intayin hurmat qilgan hamda ularga hamisha rahmat aytib turgan. U bir aslimizda mundaq yozgan. Munavvar ota-onam bo'lganligidan intayin xursandman. Ota-onam uyga qaytib kelibla bizga sirtda yuz bergan qonun, siyosat va o'zlarining sirtdagi tajribalari qatorliqlarni so'zlab beradi. Singlim bilan ishkimiz kishilik hayotimizda qaror chiqarishimizga ota-onamiz aytib tugatkisiz ta'sir ko'rsatgan. Uningdan boshqa qarindoshlar ota-onamizning bizga baxt tilishi bilan biz kitob mastanasiga aylanib, nazar doiramizni kengaytdik va ko'ngil ko'ksimizni keng tutdik. Agar ota-onalar bilan farzandlar o'tirsida mana shunday mosliq pallaga yetaganda odamda boshqa ortiq talab bo'lmaydi. Lekin nurg'un ota-onalar farzandlarga sirtda yuz bergan ishlarni so'zlab yurmaydi. Ayollar o'tirsida shunday avval bo'lmag'achqa, bilan ayol ota-onalar bilan farzand o'tirsida aloqa ravon bo'lmaydigan sabablar kelib chiqadi. Bu jihatda Bill Gatesning ota-onasi o'zgacha yo'l tutgan. Ular har kun farzandlariga shu kuni yuz bergan ishlar to'g'risida so'zlab, shu orqali o'zaro fikr olgan yoki fikr almashtirgan. Shunday qilish inoq oila kayfiyati yaratishda muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmasdan, balki ota-onalarmi shunday qila olgandilar, farzandlarmi ota-onasiga maktab va atrofida yuz bergan ishlarni aynan aytib berdi. Undaq bo'lmaydi ekan. Jamoat a'zolari birlikda o'tirib so'zlashadigan vaqtmi o'zingga bormaydi va jamoatning o'rtaq tilimi bo'lmaydi. Umuman, ota-onalar bilan bolalar o'rtasida o'mlik bo'lgandilar, farzandlarni munavvar qilib tarbiyalab chiqqili, oilada unumlik muzokara kayfiyatini yaratqili hamda farzandlarning nazar doirasini texmo kengaytgili bo'ladi. Suyimli azizlar, shu biz hozirgacha o'qigan narsalarningki markaziy nuqtasi farzand tarbiyasida aloqa turdichu. Ya'ni unumlik aloqa intayin muhim. Bolalarimiz bilan bo'lgan unumlik aloqada ulgulik rol o'ynash, bolalarimizga barabar muomala qilish, barabar deganda o'zimiz bilan o'xshash. Bu biz oson qila oladigan ish emas. Rost gap qilganda. Lekin tirishib o'rganish orqali qila olamdiq degan vaqtda qila olamiz.